Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede Sıdıka Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyemizin mavzusu mındak. Çavşan yerden koyup verildiğin raketasını kıldı. Mavzulu haber. 6. ayının 8. günü Amerika avazının Xitay tili programı ilan kılın. Haber mındak başlandı. Koriya Birleşmiş Ştatları'nın 2. günü mındak görsetti. Qaraganda Çavşan bir neçe dana raketa sınaq qıldı. Ştab mındaq görsetdi. Haftanın 4. günü Çavşan Şarkı Deniz qırğaqlarından Yuanshanjin'den bir neçe raketa qoyup bədi dedi. Lekin təfsilat bilen təminlemedi. Bu Çavşan'ın bir aydan bir 4 qatım raketa sınaq qılışı bulup hesaplanıdı. Bexatarlik komiteti ötken hafta Çavşan'a yeni embargo siyasi yürgüzüşünü karar kılgan. Qaraganda Çavşan ok 5'i elip uçalaydigan hamda Amerika bu devletki yetip kelalaydigan raketani terakki kıldırış kararıga keldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezident Trump hükümeti Çavşan'ın en yakın sabdeşi Jungo'ga tayinip Çavşan'ın yadro kurallarını çeklemekçi bolgan idi. Yani bir taraftan Koriya talaş tartış bulup atkan Amerika sat sistemisi Koriya'ya orullaştırış planını bir tarafga koyup koydu. Yeni Prezident Wenzayin kaçan ki muhit asraş planını bahalap biktep bolgıça nöbette Koriya'nın Janubuga oblastıga orunlaştırılgan iki yürüyüş sat sistemisi orunlaştırılgan aletli türüye verdiğen boldu. Bırak hazır yanı toxtup koydu. 2 gün bir silahı neme degen edik. Koreya'nın prezidenti Wenzayin Amerika Qo'shma Shtatlarıga sat sistemisi Koreyaga orunlaştırış doğrusu vədi degen. Bugün yanı toxtup koydu degen haber keldi degen gap. Vaziyetning o'zgarishiga diqqat qiling vatandoshim. Endilikdagi xabarimiz. Prezident Trump davlat ishlar kotibi raketchilar so'ngga ko'rsatma berib, Rossiya bilan bo'lgan munosabatni qayta qurishimiz kerak dedi. Mavzuli xabar 6 ayning 7 kuni Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatları'nın davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump menden Rossiya bilan Amerika'nın munosabatini qayta qurishga tirishchanlik ko'rsatishimni talab qildi. Hozir qanot yoydirilayotgan atkan tekshirish xizmati qatorliq siyosiy talash tartishlar xizmatga qarshilik qilmaslik kerak dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ve Federal Tekshirish idorasi Prezident Trump saylam gruppasining Rossiya bilan o'tirdi 2016 yillik Amerika prezident saylamida hamkorlashganligi to'g'risidagi tekshirish masalasi izchil holda davlat ishlar kotibi Tillersonning Tinch okean bo'ylari davlatlarini ziyorat qilishiga ergishib birga keldi. Davlat ishlar kotibi Tillerson davlat mudofaa ministri James Mattis bilan birlikda Amerikaga Tinch okeanda ittifoqdosh davlatlarni ziyorat qildi. Davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Ahvolni bevosita kuzatmadim. Rossiya masalasining tekshirilishi va tekshirish xizmati Prezident Trump ma'muriyatiga qanday ta'sir ko'rsatganligi to'g'risida bir nima deya olmayman. Davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump zihnimni markazlashtirib, Moskva bilan o'tirdagi ishonchni qayta qurib chiqishimni talab qildi. Prezident Trump Rossiya Amerika munosabati tuvan nuqtaga tushib qoldi deb o'yladi. Davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Prezident nayt eni qilib menga mundaq dedi. Siyosat sohasida yuz bergan ishlar Rossiya Amerika munosabatini yaxshilash zaruriyatida elib berilgan xizmatlarga qarshilik qilmaslik kerak. O prezident men qaysi qadamlar bo'yicha qaysi sohalarda bu xizmat bilan shug'ullansak
taraqqiyotdagi erishimiz deb hisoblagan fikrimni ma'qul ko'rdi, deydi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rex Tillerson. Endi xabarga diqqat qiling, yana vatandoshim. Prezident Vladimir Putin Rossiya Amerika munosabatini yaxshilashga yordam berish to'g'risida Amerika savdogarlariga haydakchilik qildi. Mavzuli xabar 6-oyning 3-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan hafta juma kuni 1991-yil sovuq munosabatlar urush vaziyati oxirlashgandan keyingi eng tuvan chekka tushib qolgan Amerika Rossiya munosabatini yaxshilashga yordam berish to'g'risida haydakchilik qildi. Prezident Vladimir Putin Peterburgda o'tkazilgan iqtisod munbirida Amerika savdo sanoat sohasidagi nutq so'zlab mundaq dedi. Men bu mas'uliyatni sizlarga topshiraman. Normal siyosiy dialogimizni asliga keltirishimiz uchun sizlar yordam qilishingiz kerak. Ya'ni Amerika Rossiya o'rtasida normal siyosiy dialogimizni asliga keltirish uchun sizlar yordam qilishingiz kerak. Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsat, men davomli Amerika prezident Trump bilan aloqa qilishiman. U mundaq ko'rsat, yaxshi munosabat ikki davlatning manfaatiga uyg'un. Prezident Vladimir Putin dunyo miqyosida prezident Trumpning Parij kelishimidan chekinib chiqqanligi munosabatlik paydo bo'lgan ansirash to'g'risida dunyoda har qaysi ellar rahbarlarining bu masala bo'yicha prezident Trump bilan hamkorlashishiga chaqiriq qildi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Biz jidal majra qilmay, yo'q, kechiringlar vatandoshlarim, prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Biz jidal majra qilmay, birlashib xizmat qilishga shart-sharoit hozirlashimiz kerak.